Kubada namoyishlar. Kubaning Moron shahrida elektr energiyasi muntazam o'chayotgani va oziq-ovqat narxlari oshib ketgani tufayli aholi Kommunistik partiya ofisiga hujum qildi. Mahalliy nashrlariga ko'ra, norozilik aksiyasi dastlab tinch ruhda boshlangan. Keyin esa namoyishchilarning harakatlari tajovuzkor tus olgan. Davlat nashrlari hodisalarni vandalizm akti deb baholangan va huquq-tartibot organlari bir necha kishini qo'lga olgani xabar qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bir guruh odamlar partiya binosini toshbo'ron qilganining ichida mebellarni ko'chaga olib chiqib, yoqib yuborganini ko'rish mumkin. Boshqa davlat binolariga ham hujum uyushtirilgan va ko'chalarda ulkan gulxanlar yopilgan. Kun.uz